Konnichiwa hammaga, sizlar bilan birga Mitsushi va bugungi videomiz Dandada animesi haqida. Oldin Okarunni ikkita tuxumlari yo'qolib qolgan va u yaqinda bittasini topdi. Endi qolgan bittasini ham topish kerak. Mana nihoyat endi videoyimizga start beramiz. Hozirda Ayase endigina hammomdan chiqib Jijining uyiga qarab ketayotgan edi. Bu paytda bo'lsa Okarun va Jiji bitta teshiga qarab endi nima qilamiz deb turishgan edi. Birdan qo'ng'iroq chalinganda ular Ayase keldi deb o'ylashdi, lekin o'tda mahallani g'iybatchi kampirlari. Va endi bilib oldikki, bu kampirlar bekorga kelmabdi. Bu kampirlar bu uyga asl egasi ekan. Ular Jijidan yana bu joylarda arvoh bor deb o'ylab, kimlarnidir boshlab keldingmi deb so'rashdi. Yo'q, bu meni eng yaqin do'stim deb hammani ishontirishga harakat qildi, lekin baribir oxirida qovun tushirishdi. Ayase hozirda Tsuchinoko ziyoratgohiga borgan edi. Afsuski Ayase bratanni chalg'itib yubordi. U botuber bo'lishga harakat qilgan ekan. Faqat iltimos mendan botuber nima degani deb so'ramaydi. Mana o'sha Ayase qidirgan Tsuchinoko. Rivoyatlarga ko'ra, vulqonda yashovchi ilon agar och qolgan paytida vulqon otilib chiqar ekan. Va buni to'xtatish uchun odamlar bitta bolani qurbon qilishgan ekan va shuni evaziga tinchlik va shunaqa buloqlarga ega bo'lishgan. Va bu uchun bitta dona bola o'lgani yo'q. Har safar ilon och qolganda bitta bolani qurbon qilishadi. Ayase rivoyatlarni yaxshi eslab qolib, 85 kilometrlik zinaga chiqib ketdi. 2 soat 49 daqiqa deganda tepaga chiqib qoldi va eng ichkari kirgan edi. Ichkarida ahvol haddan tashqari dabdala. Ayase Nol Camper 1 Knockout. Hozir biz bir ikkita yangi ma'lumotlarni bilib oldik. Aslida bolalarni qurbon qiladiganlar aynan Kito oilasi ekan. Bu turishga lekin 5 emas, 6. Birdan yer qimillab, u yer Ayaseni yuta boshladi. Tashqaridan Okarun va Jiji yordam bermoqchi bo'lishdi, lekin o'tdagi hamma odamlar pastga tushib ketishdi. Va u joyda haddan tashqari katta qurt turardi. Okarun bunaqa turdagi qurtga eshitgan, lekin bunchalik darajada katta bo'lishi mumkin emas edi. Kito oilasi aylanib bu qurtga sig'inishayotgan edi. Lekin qurt shunchaki hammasini yeb yubora qoldi. Buni ko'rgan Okarun, Ayase va Jiji tezroq qochib ketishga harakat qilishdi va uyga kirib olishdi. Va yana g'alati narsalar sodir bo'lishni boshladi. Okarunning miyasi aynib, o'zini o'zi o'ldirishga tinmasdan harakat qildi. Okarun baqirib, "Meni o'lishimga ruxsat berdi" va Jijining ota-onasi ham xuddi shu ish qilgani esiga tushib ketdi. Ayase ham hozir turba bo'lmaganda allaqachon o'lib ketib bo'lgan bo'lardi. Bu jolchin to'lqinlari odamni o'zini o'zi o'ldirishga majbur qilar ekan. Bu to'lqinlar Jijiga ta'sir qilmadi va u qo'lidan kelgancha Okarun va Ayaseni saqlab qolishga harakat qildi. Ular o'lib ketishiga ozgina qolgan paytda u joyda qanaqadir arvoh paydo bo'ldi. Qurt joyda to'xtab qoldi. Okarun va Ayase bo'lsa o'ziga kelib olishdi. Jijiga arvohi o'tmish ko'rindi va u polni pastga qarab tushib ketdi. Jiji nihoyat arvohi jasad turgan joyiga yetib keldi. Jiji juda mehribon bo'lgani uchun Yokaga yordam bermoqchi bo'ldi. Boshlanishiga qurt g'alati narsani pastga oqizib, ularni yeb yubormoqchi bo'lib turgan edi. Jiji birdan qotib qoldi va uni ko'zlariga boshqa narsa ko'rindi.
Uni qarshisida bitta juda ham ochiqib ketgan bola turardi. Bu bolada bitta orzu bor. O'zini yaqin do'stlari bilan birga o'ynash. Jijin rahmi kelib ketdi va endi xavotir olmay, men sen bilan butun umr birga bo'laman dedi. Va endi Yokai Jijini tanasini to'liq egallab oldi. Portulaga yaqinlashgan payt Yovuz ko'zini bitta urib yo'q qildi. Hozir u endi Jijini tanasidagi Yovuz ko'z bo'ldi. U Ayasini o'ldirmoqchi bo'lgan paytda hali ham qurt o'lmagan ekan va u bilan haligacha jang qildi. Okarun hozir rostdan ham haqiqiy erkakni ishini qildi. Hatto bitta tuxumi bo'lmasa ham. U Ayasini tepaga chiqardi va yolg'iz o'zi Yovuz ko'z bilan jang qilgani ketdi. Okarunni Yovuz ko'z la'nat uyiga qamab qo'ydi. Bu uydan chiqib ketish bo'lsa deyarli imkonsiz ekan. Bosh Yovuz ko'ziga Okarun hech qanaqa javob qaytara olmadi. Lekin u Ayase haqida gap boshlagan edi, hamma narsa o'zgardi. Okarun meni eng yaqin do'stimni qaytarib ber dedi va to'liq tezligi bilan unga Ronni 100 marta zarba berdi. Yovuz ko'zi pachag'i chiqib ketdi, lekin Okarun ham juda ham charchadi. Ayase bo'lsa shu paytgacha 15 IQ'sini ishlatib, yaxshi narsa o'ylab topdi. U qurtni tashqariga chiqarish uchun uyga polni yoqib yubordi va baqirib odamlardan yordam so'radi. Okarun shunchaki yalpayib yotolmasdi, shuning uchun pastga tushib, Turbo buvini qutqarishga harakat qildi. Lekin unga yordam beraman deb Okarunni o'zi ham yopishib qoldi. Okarun. O't o'chiruvchilar kelib uyga polni suv sepishni boshlashdi va qurt ham ichkarida chidolmasdan tashqariga chiqib ketdi. Yer osti qurtini zaif tomoni bu quyosh edi, shuning uchun u quyoshga chiqqandan keyin o'lib qoldi. Qurt o'lgandan keyin boyga hamma yegan narsalari chiqib ketdi, hatto boyga Kito oilasi ham. Birdan yana qanaqadir zilzila bo'lishi boshladi va aniq bo'lishicha vulqondan lavalar otilib o'tgan edi. Tan olaman, dandadan juda qiziq anime. Va yana bilasizlarmi? Mana shunday qiziq animelar animelarda juda ko'p. Yaqinda keyingi sezoni boshlangan Jahannam jannati va 3-sezoni bilan butun internet portlatayotgan jodugarlar jangi. Aynan shunaqa qiziq animelarni o'tkazolmaslik uchun animelarga qo'shilib oling. Bu joylarda vulqon otilgani uchun hammani evakuatsiya qilishyapti. Kampir aytishi bo'yicha ular shuncha yildan beri qurbonlik qilgani uchun bu vulqondan ilon ularni asrab yurgan ekan. Ayase o'zini 15 IQ'sini yana bir marta ishlatdi va yangi g'oya o'ylab topdi. Ayase qurtni ko'tarib favvoraga shunday ulab qo'ya qoldi, xuddi uni kran sifatida ishlatmoqchi bo'ldi. Lekin Qo'shtorlar oilasi Ayasega xalaqit bermoqchi. Ayase favvorani suvdan va ilonning shilimchig'idan foydalanib, lavani yaxshigina o'chira oldi. Lekin Qo'shtor kampir hali ham Ayasega qarshi chiqyapti. Va ayni vaqtda o'sha Botuber keldi. Keyin Ayasega yaxshigina ko'p vaqt yutib berdi. O'z muammolarimiz qilyotibdi, lekin shunda ham bu joyga Yovuz ko'z keldi.
Bizdan o'zga sayyorali qiyomatli do'stlarimiz qiyin paytda yordamga keldi. Hozir yig'lab yuboraman rostdan. Ayasini buvisi Santani shaxsan o'zi ham bu joyga ketdi. Hamma birlashib Yovuz ko'zga qarshi chiqishni boshladi. Yovuz ko'z ham bu safar ancha qiynalgani aniq. Santan rejasiga ko'ra taroz sochilib ketdi va Botuber qanaqadir gaplar gapirib, u birdan Yovuz ko'zga yopishib qoldi. Tepadan bo'lsa Kappani bolasi hamma lavalani sovutib chiqdi Ayasini texnikasi bilan. Ayase va Kappa bor kuchi bilan Okaron yotgan joyga borishga harakat qilishdi. Lekin u joy lava bilan to'la edi. Ayase Okaronning o'lganiga umuman ishona olmasdi. U Okaronni qutqarishga va'da bergan va shu uchun botga shilimshiq magmani tashlab pastga o'zi tushmoqchi edi. Lekin Kappani bolasi lavani tashqariga chiqardi va uni shundoq sovutib qo'ydi. Ayase borib uni ochgan edi, ichkarida Okaron turbovuni quchoqlab yotgan ekan. Hamma sog' salomat ekan, nega siqilib o'tiramiz? Dan animesini ikkinchi faslini birinchi qismi menimcha hammalarga yoqdi. Agar men uchun layklarni juda ko'p qilib, kommentariyalarni portlatib va obunalarni bosib tashlasanglar, va'da beramanki, men sizlarni zeriktirmaslikka bor kuchim bilan harakat qilaman. Va keyingi videogacha ko'rishguncha sizlar bilan birga Mitsushi bo'ldi.